Hurmatli do'stlar, jo'ralar, mana bugun Zokir Pablo Escobaroni nima siparishlarga 008 nomerchilarni to'qdik. Mana Zokir jo'ramiz, ha, videoga olaman. Buni shunday qo'yaveraman, men bez montaj. Montaj ana Rustam Oson avto savdo, o'zim bozorchi Buxoro, bozorchi avto, ana shu 3 chav bir bo'lib shu bachani shu kun xudo xolasa polni dokumentlargacha qilib, nomerchilargacha to'qib, bir kunga ishini hal qilib berdik. Prosta o'lim mana bu haydab ketyapti. Siz rozi? Men rozi. Baraka toping, Zo'rboy. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sizlarga tavsiya qilamiz, kelinglar. Tamam, gap yo'q. Hammasi tez va oson bitadi. Oson bitadi. Xudo xolasa undan tashqari mana Kia K5 avtomashinamizni ham keltirib qo'yganmiz. Kim olmoqchi bo'lsa, akalar kelishamiz, avtokreditga ham aka-ukalarimizga chiqarib beramiz. Kuzov 25, texpasport 24, lekin avtomashinaning holati butunlay ideal holatda, ona ko'rishlaringiz mumkin. Salon qismlarini. Akalar, vaqti bu nima deyaptim? Endi bu mashinani olasizlar, o'sha premium darajada edi, ana premium darajadagi avtomashina sizlarni kutib o'tiribdi. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar. Hammalaringizga rahmat.